Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan har doimgidek bunyodga bugun ko'rsatib o'tadigan narsamiz skidkada juda zo'r narsa bo'ladi. Video boshlanishidan oldin podpiska bilan like tugmasini bosib qo'yinglar. Like bilan podpiska bosmayapsizlar, video chiqargimiz ham kelmay qolyapti. Ko'raverasizlar, materialimiz Xitoy hidi yozgi bahorga 100 ming so'mdan qilib beraveramiz. Mana ko'raverasizlar, 5 xil rassetkasi bor. Bu narxda yo'q. Xitoydan o'zimiz olib kelganimiz uchun shunaqa arzon. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Yangi bozorda joylashgan. Bizda to'lov oldindan nimagaki optim adashib ketmasligimiz uchun mana hamma yo'g'imizni ko'rib turibsizlar. Ko'raverasizlar, mana remelliklarimizni ham shu 100 ming so'mdan qilib beraveramiz. Operator bu yoqqa qo'yib qo'ysalar, ularimiz ham 100 ming so'mdan yangilik skidka. Bitta ko'rsanglar, mana ishlanishlar chotki Xitoy narsa. Bunaqa narsa yo'q. Keyin mana uni skidkada mana 80 ming so'mdan skidkada Xitoy. Materiali Xitoy, Singapur, bunaqa narxda yo'q. Keyin mana vecherniylarimiz 200-250 mingdan hozir ham mumtozlarda sotishyapti. Biz sizlar uchun 70 ming so'mdan skidkada qo'yib yuboramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Podpiska bilan like har doimgidek esdan chiqmasin. Mana bitta ko'rsatib yuborsanglar. Shu narsa razmerlari standart 46 dan 52 gacha tushaveradi. Rahmat, sog' bo'linglar.